Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari, xush kelibsizlar. Xo'p, hozir YouTube'da video ko'rib qoldim. Shu akvariumistikaga bog'liq. Akvariumda baliq boqish uchun birinchi qadam deb boshlanyapti video. Tak. Erinmasdan ko'rib chiqdim. Endi bu gapim bilan birovni aybini topish emas yoki boshqa emas, ko'rolmaslik degan narsalar bor. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Bu yerda asosan akalar yangi baliq boqishni o'rganayotganlarni, misol to'g'ri yo'nalishda baliq boqishni aytish. Xullas, videoni ko'rdim. Videoda birinchi qadam deyapti, lekin birinchi qadam deylar, o'sha juda katta xatoliklarni maslahat beryapti. Xullas, ko'rib chiqdim hammasini. Xo'p, endi bu gapim shu noto'g'ri maslahat berayotganlarga taalluqli. Xullas, akalar, meni gapimdan xafa bo'lmanglar. Tak, akvariumistikani boshlanayotganda noto'g'ri maslahat berish bu juda ham katta xato. Chunki sotib olib, misol yangi baliq boqishni o'rganayotgan odam baliq sotib olib, boqaman degan paytda sizlarning maslahatingizga kirib, noto'g'ri yo'l bilan baliq boqib, baliqlarni o'ldirib, keyin afsalasi pir bo'lib, akvariumni yig'ishtirib olishligi mumkin. Shuning uchun akalar, oldin maslahat berishdan oldin bir qator shu ma'lumot to'g'rimi, noto'g'rimi, shu haqda aniq qilib olinglar. Keyin maslahat berib video qilinglar. Sizlardan katta iltimos. Gaplardan xafa bo'lmaysizlar. Endi bu hammaga ham tegishli emas. Bu gapimiz shu faqat shu noto'g'ri maslahat berayotgan odamlar uchun taalluqli. Bizni to'g'ri tushunasizlar. Agar kimgadir shunaqa maslahatlar kerak bo'lsa, misol to'g'ri boqish yo'llarini Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rgatamiz, maslahatlarni beramiz. Xo'p, shu bilan shu videomiz tamom. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan da bir qiziqarli, keyin zoom magazlari obzorlari, qanday boqilishlari, Xudo xolasa shular haqida ma'lumotlar bilan videolar joylab boramiz. Joninglar sog' bo'lsin.